Hacetmenning hacetini ravo qilish katta ibodatdir. Abduri Muhammad Yusuf. İslam farzlarining turlik bo'lishi shaxslar va jamiyat uchun to'liq foydali bo'lib, Alloh taolo insonlarning manfaati uchun islom ibodatlarini turli qilib belgilagan. Masalan, Qur'oni Karimda hamisha birga bayon qilinib kelgan namoz bilan zakotdan iborat bu ikki cho'ng farzni olsak, bu ikkisi shaxslarning va jamiyatning moddiy va ma'naviy jihatdan ro'naq tepish uchun xizmat qiladi. Chunki namoz inson bilan Alloh taolo o'ttirsidagi munosabatni kuchaysa, zakot inson bilan inson o'ttirsidagi munosabatni kuchaytiradi. Qo'l ilkida bor kishilarning pul meliga yilda bir qitim zakot kelgandek, ularning ustiga jamiyatdagi yo'qsullarning holidan xabar olish, urug' tuqqanlar orasidagi yo'qsullarni yo'lash vazifasi yuklandi. Zakot bilan sadiqa, savob va ahamiyat jihatdan bir-biridan qilishmaydi. Birli farqi zakot farz, sadiqa va ihson ixtiyoriy ibodatdir. Ammo zamonimizdagidek kriz zamonida qo'l ilkida bor kishilarning zakotning sirtida sadiqa va xayr ihson qilishi farz darajasidagi zaruriyatga aylandi. Sadiqa va xayr ihsonning Alloh taoloning dargohidagi darajasi nihoyat yuqoridir. Bu hargizmi oddiy ibodat emas. Afsuski ko'plagan kishilar sadiqa va xayr ihson deganlarni yonchiqdagi temir tangalardan qutulishning chorasi deb tushundi. Şoňa ular yo'lda uchrab qolgan tilamchiga bir yoki ikki tiyin sadiqa berib qo'ysa, olamcha yaxshi ish qilgandek mag'rurlanib ketadi. Halbuki Alloh taolo Qur'on Karimda: "Sizlar yaxshi ko'rgan narsanglardan Alloh yo'lda sarf qilmoqcha hargiz yaxshilikka erisholmaysizlar. Nimani sarf qilsanglar Alloh uni bilib turg'uchidir" deydi. Arab tilidagi sadaqa degan so'zning so'z yildizi sadoqat degan so'z bilan bir bo'lib, bandining Alloh taologa bo'lgan ixlosini, sadoqatini va samimiyatini ifodalaydi. Alloh yo'lida pul mol sarf qilish va xayri saxovat qilish arab tilida infoq deb ataldi. Bu so'z nafaq degan so'zdan turlangan bo'lib, nafaq yer osti yo'l deganni ifodalaydi. Bu maxfiy holda kishilarning qalbiga yo'l ilish deganni bildirdi. Onun ustiga sadiqa va xayri ihsonni maxfiy berish tashabbus qilindi. Chunki Alloh taolo Qur'on Karimda sadiqani oshkora bersanglar bu yaxshidir. Agar uni maxfiy bersanglar va yo'qsullarga bersanglar sizlar uchun texmi yaxshidir deydi. Payg'ambar alayhissalom sadiqani maxfiy beradigan odamni qiyomat kuni arshning soyasida bo'ladigan 7 xil kishining qatoridan sanagan va uni sadiqani maxfiy berganlikdan o'ng qo'l bilan berganni so'l qo'l bilmaydigan odam deb sifatlagan. Minglarcha nafli ibodatdan bir farz afzal. Farzni ado qilishning nafli ibodatlarni qilishdan afzal ekanligida va farzning savobi naflining savobidan ko'p ekanligida qilchi shak yo'q, ham ixtilofmi yo'q. Islom farzlaridan har biri o'z sohasida muhim va ahamiyatlidir. Masalan, namozni o'z vaqtida ado qilish birovga minglarcha dollar xayri saxovat qilgandan afzaldir. Shuningdek, jiddiy qutqizishga ehtiyojli bo'lgan biror insonning hayotini qutuldirish haj qilishdan afzaldir. Bu haqda mundaq bir qissa bor. Saudiya Arabistonning Jidda aerodromida aeroplanga chiqish soatini kutib turgan hojilardan biri yinda o'tirgan Hoji Said bilan tanishqisi keladi. Chunki kutish inson uchun eng og'ir kelgan bir ish bo'lganlikdan, biror ish bilan mashg'ul bo'lmaganda odamning ichi siqilib ketadi. Heyli hoji o'zini tanishtirib bo'lgandan keyin o'zining 10-qadamlik hajini tamomlab yurtga qaytayotganligini aytib toza maqtandi. Ondan Hoji Saiddan uning qancha qatim haj qilganligini so'raydi. Hoji Said uningga: "Mening bu birinchi qatimlik haj qilishim bo'ladi. Buning hikoyasi bek uzun. Shunga ko'p so'zlab sening beshingni artishni xolamayman" deydi. Hamrohi uningga: "Zodi shundaq gap setib o'tirmasak, bu uzun saqlashni o'tkazib bo'la olmaymiz. So'zligin, qulluqim senda" deydi. Shuning bilan Hoji Said qissasini boshlaydi va mundaq deydi: "Men 30 yil saqlagandan keyin bu haj fursatiga erishdim. Bir shaxsiy doktorxonada fizikalik davolash bo'limida 20 yil ishlab pul to'pladim. Oxir haj safariga atnay deb tayyorlik qildim. Oxirgi kuni qolgan maoshimni olay deb doktorxonaga borsam, palach bo'lib qolgan bolasini men davolab kelayotgan bir ayolga uchrab qoldim. Ayol o'g'lini davolash ishini to'xtatganligini aytdi.
Nemişqi to'xtisiz? Yoki men yaxshi qarayolmadimmi? deb so'radim ayol. Yo'q, siz rostilla balamizga yaxshi qardingiz. Bizningcha bo'lsa bu davolashni davomlashtirsak bo'ladi. Chunki yaxshi unum beryotidi. Ammo balamning otasi ishsiz qoldi. Doktorxonaga to'lashga pulimiz yo'q. Shunga to'xtatishga majbur bo'lib qoldik, dedi. Balaga qattiq ichim og'rib ketdi. Shuning bilan doktorxonaning mudirining yoniga kirib, ayolning ahvolini bayon qildim. Agar mumkin bo'lsa, haqsiz davolashni o'tindim. Ammo mudir qo'pollik bilan: "Bu xayri saxovat jamiyati emas. Bu degan pul topadigan o'rin. Pul bo'lmasa davolamaymiz", dedi. Shu hamon qo'limni yonchig'imga silib, pulimni siqim dedim. Ichimda bu mening 20 yillik ishlagan pulim. Hech fursat aran keldi. Endi bu fursat ketib qolsa, buningdan keyin bundaq bir fursat kelmasligi va ulug' haramni payg'ambarimizning muborak qabrisini ko'rolmasligi mumkin. Zodi qandoq qilay deb o'ylandim. Bir tarafdan bu palach balaga ichim og'irdi. Bir tarafda men bir umr arzulagan haram, yana bir tarafda yordamga muhtoj bu bala. Men ikkisining birini tanlashga majbur bo'lib qoldim. O'zimning qattiq sinalganligimni bilib turyapman. Oxir yonchiqimdagi pulimni berish qaroriga kelib, doktorxonaning hisobot bo'limiga kirdim va hamma pulimni yilqi bolaning davolanish uchun berib, 6 oylik pulni oldin to'lab etdim. Doktorxonadagilarga mening pul berganligimni, ularga aytmasligimni va chiqimni doktorxona o'z ko'targan bo'ldi deb qo'yishni o'tindim. Shu kuni haj qilish fursatidan umidimni uzib, holim parishon bo'ldi. Yana bir tarafdan bir hojatmanning hojatini ravo qila olganim uchun suyunib o'zimni shod qilishga tirishdim. Shu kechasi bir yaxshi tush ko'rdim. Tushimda men haramga beribdiman. Ka'bani topib qiptiman. Nurg'un kishilar menga salom berib, "Muborak bo'lsin, Hoji Said, bizning duot unutmag'aysan", deyildirdi. Tushim oxirlashay deb qilgandi. Telefon jiringladi. Telefonda doktorxona mudiri menga mundaq dedi: "Said, bu doktorxonaning xo'jayini bu yil hajiga bordi ekan. Ammo biror hamrohga muhtoj ekan. Shuni sen tanlabdi. Agar ma'qul desang, barliq chiqimingni xo'jayin o'zi ko'tarib, seni hajiga birga ilib bordi ekan. Ondan yana sana ayrim haq to'laydi ekan", dedi. Men o'ylanmasdilla ma'qul deb etdim. Bu xo'shallikdan suyunib Alloh taolo sajda qilib yig'lab ketdim. Shundoq qilib, hech qanday pul to'lamasdan hajiga berib, mana bu hajni tamomlab qaytyapman. Haj safarda doktorxona xo'jayiniga yaxshi xizmat qilganligim uchun u meni mukofotlayman deb turib oldi. Shuning bilan uningga heliq ayolning palach balasining ahvolini dedim. U darhol doktorxonaning mudiriga telefon qilib, balaning davolanish chiqimini xo'jayin o'z ko'targanligini aytdi. Ayolning erini o'zining bir shirkatiga ishga oldi. Men xo'jayinga doktorxonada yo'qsillarni davolashga ishlatadigan bir yordam sandig'i qilib qo'yish fikrini berdim. Uni mamnunlik bilan qabul qildi. Balaning davolanish uchun to'langan pulni surishti qilib, u pulni mening to'laganligimni bildi va uni darhol mening kartamga qaytarish haqida mudirga buyruq tushirdi. Shuning bilan yiqqan pulim qo'limda qilib, bekorlik haj qilib qaytyapman. Hoji Said qissini tamomlab bo'lgandan keyin heliqi hamrohi o'rnidan chachirab turib, uning peshonasiga suyishga boshladi va mundaq deydi: "Men hayotimda bugünkidek xijolatchilik his qilmagan edim. Men o'zimni 10 qatim haj qildim. Shunga mening ismim Alloh taolaning dargohida yaxshilarning qatori yozilib ketdi" deb o'tiribdiman. Halbuki men sanchilik bo'la olmabdiman. Men 1000 qatim haj qilsammi, sening bir qatim qilgan mushu hajingga o'xshash savob topolmaydiganligimni bildim. Chunki seni Alloh taolo o'zi chaqirib kepti. Men bo'lsam o'zim so'qilib kep qaptiman. Kashki men farz hajni bir qatim ado qilib bo'lgandan keyin 9 qatim haj qilgan pul milimni xayri saxovat yo'llariga ishlatgan bo'lsam-chu, kishilarning hajini ravo qilish masjidda itikob qilgandan afzaldir. Payg'ambar alayhisalom mundaq degan: "Allohga eng yaqinlik odam kishilarga manfaatlik odamdir. Allohga eng yaqinlik amal biror musulmon odamning ko'ngliga xushallik kirgizish yoki uning hajini ravo qilish va yoki ochliqni to'yg'izishdir. Men uchun biror musulmon qarindishim bilan birga minib, uning hajini ravo qilib berish mening mushu masjidimda o'tirib bir oy itikob qilgandan afzaldir. Kimki ochiqni besib olsa, Alloh uning aybini yo'gaydi. Qiyomat kuni Alloh uning ko'nglini xushallikqa to'ldirdi. Biror musulmonning hajini ravo qilib berish uchun mangan kishining qadamini Alloh qadamlar tiyib ketgan qiyomat kunida mustahkam qiladi." Payg'ambar alayhisalomning masjidida bir vaqt namoz o'qish odatdagi masjidlarda 1000 rakat namoz o'qigandan afzal ekanligida shak yo'q.
Demek Peygamber aleyhisselamның məscidi şundaq ulug' məsciddir. Şundaqdımı birər hacetmenning hacetini ravo qilib berish aşı ulug' məsciddə o'ltirib bir ay itikab qilgandan afzaldir. Qarindoshlarımizga yordam qilayli. Virus qo'rqinchisi sababli insonlar ishlashdan to'xtagan va uyda o'ltirishga majbur bo'lib qolgan mushu krizis davrida chet ellardagi, xususan Turkiyadagi muhojir qarindoshlarimiz orasidagi iqtisodiy ahvoli nachar kishilarga qo'limizdan kelgancha yordamda bo'lish har birimizning bosh tortib bo'lolmaydigan mas'uliyatimizdir. Gerçi kishilarga xayri saxovat qilish har qanday vaqtda muhim bo'lsa-mu, krizis zamonida yordam qilib qarindoshlarimizning yukini yengiltish hammadan bek muhimdir. Bunun savobi albatta ortiq bo'lganligida shak yo'q. Bundaq ahvolda zakotni vaqtidan burun ado qilish nihoyatda savobli va fazilatli ishdir. Navbatdagi virus nurg'un kishilarning gunohlariga tavba qilib, Alloh taolo qaytish yo'lidagi bir sinoq bo'lsa, krizis davrida saxiylik qilib qarindoshlarga yordam qilishmi cho'ng sinoqdir. Chunki bu hayot boshdan oxir sinoqdir. Alloh taolo buni bayon qilib mundaq deydi: Allah sizlardan qaysinglarning amali eng yaxshi ekanligini sinash uchun o'limni va hayotlikni yaratgan zotdir. Har qanday bir jamiyatning taraqqiy qilib rivoj tepishida, ilm ma'rifatning tarqalishida, insonlarning orasida mehr muhabbatning kuchayishida shu jamiyatdagi boylarning, ya'ni mard boylarning roli alohida cho'ng bo'ldi. Payg'ambar alayhisalom: "Boylaringlar bexillashib kelgan vaqtda sizlarga yerning ustidan uning osti yaxshiroq bo'lib qoladi" degan. Bu hadisning ma'nosi boylaringlar Alloh taologa ato qilgan pul mollaridan boshqa ehtiyoj egalariga sarf qilib, ularni qiyinchilikdan qutqizmasa, asoratdan, xo'rliqdan qutulish, ilm, ma'rifat va fan texnik o'rganib taraqqiy qilish uchun pul mollaridan sarf qilmasa, undaq boylarning va sizlarning o'lguninglar yaxshi. Chunki bundaq asorat, xo'rliq va muhtojlik ichida hayot kechirishning ahamiyati yo'qdir deganlik. Chet ellardagi Uyg'urlar ichida qo'l ilkidi bor, yordam qilaydi qilaoladigan kishilarmi oz emas. Agar boylarimiz yo'qsullarga xolisan yordam qilib, o'qiy olmagan bolalarini o'qitib, har xil moddiy qiyinchiliklarni tang ko'taradigan bo'lsa, kelajak umidlik, baxtlik bir millat bo'lar edik.